ulamolarning o'sha mazhab boshi bir-birlariga bo'lgan hurmat ehtiromidan tashqari bir-birlariga o'sha fikrlari qanaqa bo'lardi? Savol. Masalan, Abu Hanifa rahimahullohu taolani boshqa mazhab ulamolariga nisbatan fikrlari qanaqa bo'lgan? Yoki Imom Shofiyni so'zlari, Imom Shofiyni fikrlari qolgan mazhablarga qaraganda nima bo'lgan? Hammasi bir-biridan ulug'lagan. Biri-birini o'zidan afzal deb bilgan. Biling, tarixda o'sha mazhab bo'lib bitilar ekan mazhablari hech qachon oralarida g'illi-g'ashlik yoki bir-biriga adovat, dushmanlik, biri-birini kamsitgan, biri-birini xato qilib, hozir bizning zamonimizda bo'layotgan kofirdir, bid'atchidir, mushrikdir degan gapi ularda bo'lmagan. Siz bugun mana shuni biling. U ulamolar qanday bo'lganligini biling. Bir-biriga hurmati haqiqatda cheksiz. Xo'p, fikridachi, masalan, Hazrat Abu Hanifadan so'rasangiz, Hazrat Imom Shofiy aytayaplar, masalan, aynan aytayaplarki, Hazrat siz mana bu mazhabda, ya'ni mana bu fiqh ahkomida yoki shu masalada shunday deyapsiz. Ana ular unaqa deyapti. Qaysi biri to'g'ri desa, qarang, mana shundan biling, hammasini so'zi shunday bo'lgan. Nima deganlar qarang? Qawli yoki qawluna savob deganlar. Va yahtamilu al-xato deganlar. Amma qawluhum xato va yahtamilu as-savob. Allohu akbar. Qarang. Meni aytayotgan so'zim, bizning mazhabimiz har birlari shunday deganlar. To'g'ridir, lekin xato bo'lib qolish ehtimoli bor. Nega? Ular payg'ambar emas. Ular ijtihod etgan mujtahid ulamolar. Tushundingizda? O'zlarini so'zini so'rasangiz, o'zlarini mazhablarini so'rasangiz, demak Imom Shofiylar shunaqa derkanlar. Hamma mazhab imomlari shu so'zni aytganlar. Nima bo'ladi? Bizning so'zimiz, bizning mazhabimiz to'g'ridir, lekin xato, ya'ni aytgan bir fikrlari, aytgan fatvolari u to'g'ridir, lekin qanaqadir xatolik ehtimoli ham bo'lib qolishi mumkin deganlar. Muqobilidagi nargi mazhab egasini so'zini u xato, lekin to'g'ri bo'lib qolish ehtimoli ham bor deganlar. Tushunarlimi endi ma'lumot? U mazhab ulamolari demak bir-birlarini fikrlarini mana shunaqa ulug'lagan. Urib tashlamagan. Bu seniki xatodir, bu bid'atdir, bu shirkdir, bu mushriklikdir deb tashlamagan. Ehtiyot bo'ling yigitlar. Endi keling o'zlarining, qarang, o'zlarining bir-birlariga muomalasini eshitsangiz ajablanasiz. Hazrati Imom Shofiyni aytdik. Nechinchi yil tug'ilgan dedik? 150-chi. Demak, u kishi Hazrat Abu Hanifani ko'rmadilar. Chunki Hazrat Abu Hanifa nechinchi yil vafot qildi dedik? 80-chi. 150-chi yilda tug'ilgan Imom Shofiy bir kuni kelib Kufaga kelyaptilar. Kufada Hazrati Abu Hanifa rahimahullohu taala imom bo'lgan, o'sha namoz o'qigan masjidlarda o'qiyaptilar. Endi nimani o'qiyaptilar? Bomdod namoziga o'qishini taqdim qilindi. Hazrat Imom Shofiy deb turib, Hanafiylar turibdilar, lekin Hanafiylar ham mana hurmat ehtiromda bu kishi imom ekan, bu kishi olim, alloma ekan deya Hanafiy imomlari ham safga orqaga turib Imom Shofiyni imom qildilar. Endi Imom Shofiyni qarang, mana shunda ko'ring, u boshqa mazhablarga bo'lgan ulamolarning hurmat ehtiromini qarang, e'tirofini qarang-da. Imom Shofiy namoz o'qib berdilar bomdodni, lekin o'sha kuni bomdodda qunut duosini qilmadilar. Qunut duosi Shofiylarda bomdodda xuddi bizning vitrimizdagi qunut bor-ku, Shofiylarda qunut bor. Shofiylarda bunda ikki qavl deyiladi. Mazhab qadim, mazhab jadid bor Imom Shofiyda. Mazhab qadim, eski mazhab bu Bag'dodda bo'lgan, Iroqda. Mazhab jadidlarini asosan Misrda aytganlar. O'sha mazhab qadimlariga ko'ra Imom Shofiyni mazhabida bomdodda turib olib, haligi rukudan keyin mana ruku qilinadi, shunday turib sajdadan avval Allohumma hdina fi man hadayt va afina fi man afayt va tawallana fi man tawallayt deya qunut duosi bor. Hazrat Imom Shofiy u zamonlarda mana shuni ta'kidlardi. Kim bomdod o'qirkan qunut duosini o'qimasa vojibni tark qiladi deya vojib hukmida olgan edilar. Lekin o'sha kuni Hazrat Abu Hanifaning masjidlarida o'qib bergan namozlarda qunutni qilmadilar. Keyin salom berishlari bilan atroflariga muridlar yig'ilib, "Ey Hazrat, axir siz buni shart deysiz, vojib deysiz, hammamizdan talab qilasiz-ku. Ya unutib qoldingizmi? Bugun qunut qilmadingiz-da desalar, qarang mana shu joyga." Shunda u yoqda Abu Hanifa yotibdilar. Hazrat Abu Hanifani qabrlariga ishora qilib qarang, "Kayfa aqnutu wa ana fi hadratihi" deyaptilar. Men u kishini huzurida turib, u kishini maqomida turib, mana mehrob kimniki edi? Hazrat Abu Hanifaniki edi. Men u kishini maqomida ekanman, u kishini huzurida ekanman. U zot qabrda, Hazrat Abu Hanifa qabrda. U qabrda yotgan zotni ko'rsatib, men u kishini huzurida qanday endi odobsizlik qilib qunutni o'qiyman? Axir u kishi qunutni o'qitmaganlar-ku deyaptilar.
mana hurmat, mana ehtirom, mazhablarni bir-biriga bo'lgan sevgisini qarang.